Cemiyet axloqining qandoq bo'lishi oila axloqiga munosabatli. Shuningdek, oila axloqining qandoq bo'lishimi qo'shnilarchilik axloqi, ular bilan bo'lgan munosabatda texim ro'shan ifodalanadi. Oila jamiyatni tashkil qiluvchi muhim omildir. Jamiyat axloqining sog'lom bo'lish bo'lmasligi shu jamiyatni tashkil qiluvchi har oilaning, har bir oila a'zosining axloq safosiga bog'liq. Tomchi sudimi quyosh nuri aks etganiga o'xshash bir butun jamiyatning axloq safosini ma'lum bir oilaning axloq fazilatidan, jumladan shu oila a'zolarining axloq fazilatidagi amaliy ifodasidan ko'rib olg'ili bo'ladi. Jamiyat axloqining qandoq bo'lishi oila axloqiga munosabatli. Shuningdek, oila axloqining qandoq bo'lishimi qo'shnilarchilik axloqi, ular bilan bo'lgan munosabatda texim ro'shan ifodalanadi. Shunga qo'shnilarchilikdagi adab axloqning ijtimoiy munosabatdagi o'rni va roliga sal qarashga bo'lmaydi. Qo'shnilarchilik haqining nihoyat ustun ekanligi va uning dinimizdagi o'rni haqida so'z qilib payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Jibril menga qo'shniga yaxshilik qilishni tavsiya qilavergachga, uni qo'shnini merosxo'r qilib qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab qolgandim. Uyning qimmati qo'shniga qarab bo'ladi. Solih bir qo'shniga sahib bo'lish baxt, saodat va xotirjamlik bo'lsa, qo'shnisiga yaxshi muomalada bo'lish mo'minlikning bir sifatidir. Yolg'iz daraxt o'rmon hisoblanmagan insonlarning kishilik turmushda bir-biridan ayrilib, qo'shnilarchilikdan xoli yashay olmaydi. Qo'shnilarchilik munosabatiga dinimiz ko'ngil bilgandek, ajdodlarimizmi intayin ahamiyat bergan bo'lib, uzun tarixiy taraqqiyotlarga ergishib, qo'shnilarchilikning nurg'un qoida usullarini shakllantirgan va mukammallashtirgan. Bu jihatdan millatimizning o'ziga xos urf-odati, o'zigacha go'zal an'anasi bor. Yiroq tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo. Uy olma qo'shni ol. Safardan burun do'st top, uy sotib olishdan burun qo'shni qatorliq xalq ichida kengir tarqalgan maqol tamsillar va bizdagi yillardan beri davomlashib kelayotgan to'y-to'kun va o'lim yetim qatorliqlardagi urf-odat va o'zaro yordamlashishlardan mahallaga yangi bir kishi ko'chib kelganda ko'ni qulum qo'shnilar uylarga chaqirib mehmon qilishi, ko'chib ketmoqchi bo'lganda qo'shnisini choy tutib uzib qo'yish, qo'shnisining uyiga kelgan mehmonni o'zining mehmini ko'rib uylarda kutib olish qatorliqlardan bularni nihoyat aniq his qila olamiz. Odam bilan odamdir. Qo'shnilarning o'zaro yor-yo'lak bo'lishi, ishlarda yordamlashishi va bir-biriga ko'yinishi ham dinimiz qiziqtirgan amallardan bo'lib, Qur'oni Karimda bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allohga ibodat qilinglar, uningga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onanglarga, qish-aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, tovoqdoshga, yo'lovchiga, qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki Alloh mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. Ammo bugungi kunimizda tizlashayotgan turmush ritmi, shaharlashish, eg'irlashayotgan iqtisodiy va ruhiy besimlarimiz, shunaqla biz yashayotgan yot muhit va notunish insonlar tufayli qo'shnilarchilikdagi esil an'analarimiz yo'qolishga va qo'shnilarchilik munosabatlarimiz suslashishga, hatto ba'zan qo'shnilar aro jidallar yuz berishga boshlashi bizning bu esil an'analarimizga dast ketganligining ifodasi. Muhojirat hayotimizda bizning an'anaviy go'zal axloq fazilat mezonlarimiz ichidan yurish-turish va boshqalar bilan bo'lgan muomaladagi adab axloqlarimiz intayin muhim o'rinda turdi. Chunki biz kundalik turmush, xizmat va ijtimoiy aloqalardan tunishlar va yaqin yo'riqlarimiz bilan har xil so'rovlarda uchrashib turamiz. Bundaq uchrashishlarda bizning kishilarga qanday muomalada bo'lishimiz hamda qanday ta'sir berishimiz o'z atrofimizga, texmi muhimi millat obraziga berib taqiladi. Doim shu esimizda bo'lish kerakki, biz xalqiliq paytlardagi adab axloq ifodamiz bilan butun bir millatga vakillik qilamiz. Shundaqla bizning shaxsiy obrazimiz bilan millatimizning obrazi chambarchas bog'langan bo'ladi. Biz boshqa millatlar oldidagi bu obraz va inovatni samimiyat, ixlosmandlik va oliy janobligimiz bilan saqlab qola olamiz. Undaqda qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatda nimalarga diqqat qilamiz? Hammamizga ma'lum bo'lgandek, adab axloqning muqaddimasi eng go'zal so'z assalomu alaykum bilan salomlashishdan boshlanadi. Biz bu yerda ta'kidlayotgan qo'shnilarchilikdagi adab axloq masalasimi oldi bilan salom soat bilan iziga tushadi. Shunga qo'shnilar har vaqt uchrashganda bir-biri bilan salomlashishga, birini ko'rganda darhol oldi bilan salom qilib olishga aldirishi lozim. Qo'shnilarning aram elishiga ta'sir yetkazadigan ishlardan, varang-churunglardan saqlanish kerak. Masalan, oqshimi baldur yetib aram olmaydigan, sahar turmaydigan yoki kechasi uxlamay varang-churung qilish qo'shnimizning yaxshi aram elishiga ta'sir yetkazadigan, uningga aziyat beradigan ishlar qatoridandir. Dinimiz ham qo'shnilarga aziyat berishni intayin qattiq cheklagan. Bu vaqt payg'ambar alayhisalom mundaq degan: qo'shnisi uning aziyat yetkazib qo'yishidan ansirab qolgan kishi musulmon emas. Bu hadisdagi tahdidni his qilganimizda biz aslo qo'shnilarimizga qarata aziyat bo'ladigan emas, ozroqlik ko'ngilga keladigan ishlarni qilib qo'yishdan saqlanamiz. Oqshomlari uyimizdagi har xil varang-churung, televizor ovozi va turli taroq-turuq ovozlar qo'shnilarimizni bearam qilishi bu bizning axloqimizga, shundaqla dinimizning ta'limotiga butunlay zid qilmishlardan hisoblanadi.
Qo'shnichilik munosabatimizni yaxshilashda tuvandagidek ba'zi masalalarga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Qo'shnilar ichida to'y-to'kun, nazir-chiroq, mehmon chaqirish qatorliq ishlar bo'lganda, ularga oldi bilan chiqib bu ishlarga yordamlashish. O'zimizning uyda ham mehmondorchilikqa turganimizda ular bilan maslahatlashish, hatto ularning yordamiga ehtiyojli bo'lmasaqmi, ular bilan ishlarni birlikda qilish qo'shnichilik munosabatini texmi ching'itishdagi yaxshi omil hisoblanadi. Agar og'rib qolsa, ularni darhol sal qaramasdan vaqtida yo'qlash. Agar ularga biror musibat kelganda, ularga tasalli berib, ularning qishida turish. Bugungi kunimizda turmush odatlarimizdan yiroqlashib ketayotgan, ammo qo'shnichilik munosabatida to'limi cho'ng roli bo'lgan qo'shnilar o'zaro tamoq sunishishga alohida ahamiyat berish. Ochiq havoning juduni bo'lganidek, dunyoda ayib nuqsonsiz odam mavjud emas. Ba'zida qo'shnichilikda ham har xil sabablar tufaylidan ranjib qilish, turli surkilishlar bo'lib qoldi. Bundaq chaqlarda amalning baricha temkin bo'lish, qo'lim qo'shnilar aro jidallashishdan amal bar yiroq turish. Agar jidallashib qolgan taqdirda uqishmaslikni vaqtida hal qilish va adovatlashmaslik kerak. Qo'shnichilikdagi adab axloqning doirasi intayin keng bo'lib, diqqat qilish muhim bo'lgan masala. Qo'shnilarning bir-biri ustidagi haqlari yuqorida tilga olganlarimiz bilan cheklanmaydi. Alloh hammamizni qo'shnichilik haqlarini to'liq ado qila oladiganlardan qilsin. Jannatda payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan qo'shni qilsin. Wal hubbu ya Alloh fi dakhili yasri yudhi'u ka nuri